Çoğunlar burun bizning mushu noy bozorimizda Hekim Tavoq degan bir noch o'tgan deyishidi. Uning alohidligi 10-20 odam bir bo'lib urib chol o'lik qilyapsimi? Bir kamdan keyin o'rnidan dars turib, yeyishni ko'maganda ketaverdi ekan. Hammadan qizig'i, cho'nglar Ahmad Cho'ng degan bir odamning gapini ishtiyoq bilan qilishidi. Ahmad Cho'ng tomdek egiz, bastik odam ekan. Bir qatim u bir boyvachchi bilan baslashib qilib, yo'g'on bir qo'yning go'shini 12 oq non, 2 opqur asalga qo'shib yavitib, boyvachchining ostida o'ynab turgan bir arg'umoqni utib olgan ekan. O zamonning odamlari qaltisda. Hozirgi yoshlarning tamig'i tamoq bo'lamdi. Yerim taqsilag'manni injiqlab aran yeydi. Cho'nglar hikoyasining oxirini ana shunday gaplar bilan tushirdi. Ehtimol, u zamonning odamlarining oshqozini bir xo'p bug'doy patqidek tag'odek yo'g'on bo'lsa kerak. Shunchalik uzun zamonlar o'tdi. Noya bozorda qanchalik erlar o'lib tugidi. Nurg'un ishlar astin chiqib ketdi-yu, bir qo'yni butun yevitadigan Ahmad Cho'ng hozirgacha unutilmay kelyapti. Yaqinda aramizda birisi 40 istakonga liqlab turib 3 istakon aroq ichib, ana shunday shuhratga erishdi. Bu o'tgan yili bo'lgan ish. Kichigimizdan billa o'ynab cho'ng bo'lgan bir necha o'ylan bor edik. Uzoq kechalarni ko'ngillik o'tkazish uchun har shanba oqshimi birasimizning uyiga yig'ilib, tamoq yeb paranglashgach, qart o'ynab, ish-pushig'imizni chiqarishni odat qilib olgandik. Albatta, azroqdan aroqni ichib qo'yatdik. Qilishib kelsak, gapimizmi tugamaydi. Kichik chog'larimizda sho'ridan sho'ng'ib bog'larga o'g'irlik tushganlarimiz, daryo o'yiga cho'milgilib olganda bo'lgan kulkilik ishlar. Maktabda kimning qaysi ma'lumdan tayoq yeganligi, kimning kimga oshiq bo'lib qolganligi, xalqaro vaziyat, mol bahosi, turmushda uchragan qiziqchiliklar degandek jimi temada so'z bo'ladi. Yo'q. Rahmat. Pacharoq bormi? O'zgarib qo'yib beraman. Ben içettim. Ben sen yakşırını mı desen? Bir jutum işler, bir jutum. Kız. Allah'ım seni be. Bireni kaptım ben. Teşekkürler. Avval yaxshida? Obdan turayotgansiz? Ekiling qo'lingizni. Xizmat yaxshi bo'lsa bo'ldi. Yaxshi. Bu bölümden acaba kutlanmavatımı deb o'ylayotgansiz? Undaqmi emas. Qani o'tir. Uyingizga berib avar qilmay deb tahrir bilimingizning o'ziga kelaverdim-ku. Qarang. Bu da yana bir hikoya yozibdim. Yaxshi bo'pti. Ussuzlik ichib olamsiz? Yo'q, rahmat. At deganda bir rum qiqib oldim. At degandimi? Biz tarafda bir qovoq bor-da, alomat qovoq. Eliqidek ishimiz turolmaydigan bechoralar at deganda ashyaga yugurishdi.
Mashni. Biladiganlar, u yani biladiganlar uni jiddiy qutqizish bo'limi deyapti. Qiziq gapgan bu. Yelqidek ishimiz turanmaydigan, putqul titraydigan bechoralar atdigan ashyaga berib, ishkurum ichgandan keyin odam siyoqiga kirib, anandan keyin qaytishidi. Taqdir bo'limi degan, mushundaq sirliq bo'ladi ekan. Oldingizda dodliroq bo'lay deb ozroq ishib kirdim. Aytib bo'lmangizmi? Kerak yo'q. Anladingizmi? Mush Turkiyada kavobni metrlab sotadi deydizmi? Qiziq gapgan bu. Yana shu to'qining qulig'iga chimbuloq degan so'zni cheppasingiz, kuniga 4-5 ta tug'iyverdi ekan. Hozirgi odamlarga bas tushgan narsaga amroq bo'lib ketdi, Assalomu alaykum. Qadrak ahvolingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Mijozingiz obdan tudingiz. Asringizni qo'yib keting. Navodi yarab qolsa o'zingizning nomida e'lon qilamiz. Alloh akbar. Meni to'liq qo'rqatmang. Endi martam 3 martam degan gap bor. Hech bo'lmaganda mushu bir navbat bo'lsa-mu, o'zingizning nomida e'lon qilib turing. Andin biz, Faqatli qoidada yo'q ishda bu. Mana men o'z roziligim bilan sizga obturlik huquqini beryapman-ku. Bo'lmasa hech qanday da'vo dasturim yo'q deb qo'limdan hujjat beraymi ya? Nom chiqarishga qiziqmamsiz? Nom dedingizmi? Mush quruq nom ataqning nimaga foydasi bor? Hozirgi zamonning kishilari o'lganlarning obro'yini jinozaning oqisidan kelayotgan mashinaning oz ko'pligiga qarab belgilaydigan bo'pti. Ma'qul. Mush asarni mening nomimda e'lon qildikmi deyli. Kishilar palonchi yozuvchi kelyotdimi deysin. Lekin shuning uchun men qo'saqda azroq umochvos bo'ladi-da. Mushu shoir yozuvchi degan bor-ku. Mushu ba'zi so'rlarda she'r deganni o'qib xalqni hayron qoldirib yutdi ekan. Latif chaqchaq deganni so'zlab xalqni dumultitdi ekan qarang. Men-chi, gizkayganda xotinimga 2 og'iz gapni tep bermayman emasmi? Agar xotin so'qishib qolsa, hozir shu qo'pibli valoq urib ketadigan bo'ldim qarang. Mushundaq kunlar beshimga kelib qolmasin deb, nada haq tonimaydigan shoirlarning she'rlarini yodlab oladigan bo'ldim. Texi yililaylik jiddiy qutqizish bilmadi vaqo. Ömrüm bo'yi rohat o'tdim bu kecha. Yorim bilan billu bo'g'ash tonggacha dedim. Eliq o'tirib aroq ichayotgan aroqkashlar vah, alomat shoirkan, dahshat shoirkan deb qo'lidagi rumkalarni menga tanglashib, texi men bilan ilpatlashmoqchi bo'ldi. Men asta gap qilmay g'ippida tikib atdim-dan, Bu kimning she'ri? Bu eliqi Shayx Muslimiddin Said Shirozining. So'rg'anlarga Saidining desangiz yaxshi anglanmaydi qarang. Buni mushundaq uzartib desangiz hayvat anglanadi. Alomat chiqdi-da buningda. Qiziqmi ekan? Qiziq-a? Alomat qiziq. Undaq siz o'zingizga bir adabiy taxallus qo'ysangiz o'g'idek. Taxallus dedingizmi? Bu taxallus deganingiz eliqidek laqammi? Ras, bu ish faqat xiyolim ekan-da. Sizningcha qanday laqam ishlasam bo'lar? Musho ba'zilarning yozg'inidan taxallus yo'g'an bo'ladi ekan deyman. Masalan, siz hech yozg'uvchini bilasiz-ku? Tamoqini oq-oqidan chekib o'ltirib, tamoq chekish badanga ziyonliq deb bir nimalarni yozdi ekan. Xudoyim. So'goq suv ichmang badanga ziyonliq. Noy yesangiz qo'sig'ingiz to'ydi. Qo'y go'sh badanga foydali. Qon besimi va odam yiqilib tushsa bo'lmaydi degandek tam yo'q bir nimalarni yozib, gez jurnallarni to'shqizib yetib, odamni saskandirib yutadi-da. Bu eliqi birinchi oyning oqisidan ikkinchi oy keladi. O'lmaydigan odam yo'q degandek tuk yo'q gaplar-ku. Tex mushnaqligiga vaqmay taxallus hayvat. Siz o'zingizga sarang degan taxallusni qo'llasangiz o'g'idek. Sarang? Sarang bo'lmoqmi o'ng'ay emas. Qanday deysiz? Masalan, bizning mahallada mening bir qo'shnim bordi. Heliq yomon yillarda 10 yil turmida yetib sarang bo'lib chiqib edi. Yaqin mahallada yana bir sarang paydo bo'lib qopti qarang. Do'kon ochima, pul topaman deb ur turib uxlaydigan bo'lib qopti. Mush yaqindan bu ham saranglik toza ishonmaydigan bo'lib qoldim. Tamoqni birovdan bizga o'xshash yeydi. Gapni ta'tir qiladi. Yaqindan yaqinmi saranglikning bosishga o'xshaydi. Bu nima deganingiz endi? Qaramamsiz, bu saranglikni pulni setib oldiganlar bag'ansir ko'payib ketyapti qarang. Kimni da'vatsiz? Aroqkashlarchi? Bir tuzik odamlar qarang. Pulni ko'tarib qavoqqa sapsaq kirib ketib 1 soatdan keyin sarang bo'lib chiqdi. Mana bu asarni shu saranglar to'g'risida yozdim. Kalıcınızdan işini adrasmanda ısırıqda pat-pat yüzünüzni açıltıb turvatqansınız, ha?
Sizning mahallədəki elə ilahın zasipəsini bilirsizmi? Yeni tug'ilgan balasining hamrini sirkil og'ziga milab yeb qo'yibdi. Helik yeni ko'ldik satangni bilasiz. Kalpuklarni qon ichganda qilib oladigan Xudoning qudrati bilan yaqinning yoqi ko'chat g'ajaydigan bo'lib qopti qara. Satadigan zaim yo'qda? Laqamni men o'zim o'ylash baqay. Ungacha buni hikoyamni o'zingizning nomida, a? Ba'zida bir-birimizning bola vaqtimizdan yoldan bo'lib qolgan raqamlarimizni keltirishib, chaqchaq qilishib ketdik. Meni ular Osmon Dangal deyishadi. Nimishqidu kichik vaqtimda dangal yeydigan odatim bor. Xeyli cho'ng bo'lib, bolalar bilan o'ynab yurgan chaqlarimdimi, xumorim tutib ketganda tomtuvidan bir atal dangal topatdim-da, og'zimga silib oladi. Og'illar ichida eng burun o'ylanganimmi? Dangal yeydigan odatim o'ylangandan keyin kelib qoldi. Qaysi yema da? Bugün bizga dasturxon solmoqchi bo'lgan Munur sohibxonni biz Rajab To'poq deymiz. U onasining yolg'iz o'g'li bo'lib, onasini xeyli cho'ng bo'g'ichi emgan. Biz bilan birga o'ynab yurgan chaqlardimi, ba'zi yugurib berib onasining oldin to'sib imib oladi. Onasi, "Voy To'poq, qachonga cho'ng bo'lmaysa" deb uning dumbisiga mushlab ketadi. Maktabdagi chaqlarimizda Rajab hozirmi onasini choputlab yiqitib imib oladi ekan deb terik turib o'ynaydik. Bastining yo'g'onligiga bakmay, u to'limi qo'rqinchaqdi. Azroqla chiqib tegib qo'ysak, opamga deyma deb uyga qarab mangadi. Qizlar gap qilib qo'ysa, hech nimadan hech nima yo'q, qizirib ketadi. Darsda bek nachardi. Bechora opasi uni xolimisimi zo'rlab maktabga avatadi. Shunday qilib, har bir sinfni 2 yildan puxtalab o'qib, biz to'liq o'tirni bitirguncha to'liqsiz o'tirni oralli tugutib, dadasining do'koniga mash kana yasashga chiqib oldi. Mashchilik uning ota-onasidan qolgan kasb. Ehtimal Moshinoya bozoridagi mash, kana, chelak deganning ko'p qismini Rajabning urug' tuqqanlar yasidimi kim deydi? O'smanmisan? Maraqagina. Voy yo'q kilovat chiqadi. Nima mana bu deb qolsam orasidan biz o'qib chiqmatrab 1 kilovatdan kechibdim. Asli meni qo'g'irni qolgan ekan. Sen. Kech bizning uyga baldiroq borasiz, ha? Bo'ladi. Xirim chapan kiygan Abdulni Asam maktabdagi chaqda bolalarga ancha aralashmay yuradigan o'quvchi edi. Dars vaqtida uning leksiya yozdigan daftarning orasida doim she'r yozdigan bir varaq oq qog'ozi qistirg'iliq turadi. İlham kelganda darsni qo'yib she'r yozishga tushib ketadi. U ba'zi yozgan she'rlarni chiroyli ko'chirib, konvertlarga silib, na'nagadir avatgani ko'radi. O'qish oxirlashguncha u sinfdagi qiz o'g'illarning xotirasini o'zining aslilik she'rlari bilan to'ldirib bo'ldi. Lekin gazet jurnallarda bir parcha she'r e'lon qilinib boqmadi. Shundaq bo'lsa-mu, Abdul hozir matbuotlarda she'rlar e'lon qilinib turadigan shoirlarning birisini yaratmaydi.
yaptığı bulsan. Yaptığı bulsan. Ergeçken alnımın yaptığı bulsan. Balla, muşu peyzi qilganda diqqat bilan anglasanglar bo'lmamda adashlar. Tazimi bir muşu shinglar qamlashmaydimi? Men sana dedim-ku, ha? Hammamiz vaqo ko'chirlik ashlar. Ammo ba'zanlar unutilib ketgan koni kitoblarni o'g'irlab yozdi. Yuzi qililari vaqo o'z ayni ko'chirib qo'ydi. Mana. Ko'midingmi, ha? Ko'midingmi qandaq? Men demadimmi sana? Bu texnik. Ma so'rin nim bo'lib ketdi deyman. Bu texnik eski chiqaqaldir, chiqmagan o'g'irlar yana jiq deyma. Ala, magistr. So'rini bilmay. Bu nima? Bana qaranglar. Abdul oliy maktabga o'qishga berib, og'rib qolib 1 yildan keyin qaytib keldi. Hozir u tirchilik qilib beyib ketdi. Texnik o'ylanmadi. Toza mas'ub qolgan chaqlarda oliy maktabda tunishgan qiz savoqdishining parig'ini qilib, kasofat, alomat qizdi-da. Bu chaqchi aktigib ketganda. Ama sen saqlab turibdi. Ag'inlar bo'ldi. Bugun so'ringa kechkirak boshildi. Ishqingizga xili vaqtida keldinglar. Biroq men tursin tikidek adash vaqtida kelmay so'rinni kechiktirib emasmi? Adash seni tek olgandan keyin taqlab chaqaraq kelsan olmamdi. Meninggo yama ishtikagim bor edi. To'paqlar yo'lni to'sib olgandan keyin o'tamidim-da. To'paqni atab o'tamagandan keyin seni jotigida. Qanday qilsa ag'ina, endi tekini to'paqni atlatqizib o'tkazgili bo'lmagandan keyin. Bo'ldi. Men qaranglar ag'inlar. Davomli shu ag'ina turib bir-birimizning laqabini so'rab gap qildik ekanmiz. Tuzuk gap qilishadi-ku bir-birimizga, ha? Qaranglar, ingliz ketganda. Bo'lmi to'g'ri. Köyüşmegen yar emas. Söyüşkenler har emas. Dostlar bilen olturup meyişmegen er emas. Alamet geldi. Yeni birine. Yeni bir okuydu. Ösnige yarassun dep men yaratkan. Köңlini erler üçün keng yaratkan. Boyunu yaman közden saklısın dep. Çiçini boyu bilen ten yaratkan. Koşa. Bunu o'rnida birdammi jim turolmaydigan yigitning ismi Tursun Teki. Qiliqlari kichik bolanikidek ko'ringani bilan yeshi hammamizdan cho'ng. Bola vaqtimizda u tekidek sakrab, hammamizni bog'ma-bog' boshlab yuradigan. O'g'irlik tushadigan boshqa yer topolmaganda tam otilib o'zining beg'i o'g'irlik tushadi. Keyin maktabda usul, tansi deganlarga shundoq ustib ketdiki, bir chaqda san'at maktabga o'quvchi elishga kelganlar uni usul sinfiga qabul qilmoqchi bo'lib talashganda, uning dadasi artistlikmi ishmi deb bagini unimadi. Maktabdan chiqarib olib tikkichilikni o'rgatdi. Hozir u Noya bozorimizdagi usta tikkishilardan bo'lib qoldi. Tursun Teki o'ltirishimizning usulchisi va qiziqchisi. Ayollar to'g'risida afsona, latif to'qishga shundoq ustiki, voy, kuldirib uchimizni uzvatkila tas qoladi. Bu texi odatki gaplar. Ba'zi gaplarni har kuzmi ig'izga og'ilib bo'lmaydi. Shundaqligiga baxmay, u hozirgacha o'ylanmadi. Uning ko'z qarashicha xotin elish ahmoqlik, bola tepish sarangning ishi ekan. Yaşlı Adem'nin zıla bir çığı Tolunu kıska onun ömrü bırak Yırtılsa kalendarının
Kırlargı yaşlı gülüdün töküldü bir yopurum. Hey, 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 hey! Yırtılsa kalendarının kırlargı. Qo'shnimiz uyda yo'qmikan? Yo'q. Kira. Nayt obdan gapsiz. Kira. Menimi qo'shnimizga o'xshashli ko'rsangiz bo'laver. Birdam sazqib oltag'an to'q. Nayt yaxshi gapsiz. Ag'inlar, ey! Mehmon kirdi, mehmon. Ag'inlar, mehmon kirdi. Yana mehmon kirdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qanday ahvolingiz? Tez chiqma, qani, yuqoriga o'ting. Qo'zg'almanglar, qo'zg'almanglar. Qani, yuqoriga. Qani. Yuqoriga o'ting. Bo'ldi. O'tiringlar. O'tiringlar, bo'ldi. Men o'tiray, ha. Bo'ldi. O'tiringlar. Rajab, bu akimiz ne? Bu akamiz bir qo'shnimizni izlab kelibdi-kan. Qo'shnimiz yo'q, cho'ngmiz so'ring'ini boshlab akirdi. Ha, yaxshi bo'pti, ha? Yaxshi mehmon tomoq ustiga deb, ha? Qaranglar. Ha, tatmay, ha. Qani, obdan ketsangiz, aka. Akiranglar. Ha, balli. Ha, qani. Yaxshi. Ha, qani, tatmaylar, ha? Nan palını azaq yig'ishtirib o'taylar. Ha, mana berib o'taylar. Mana qara. Ha, belle. Ha, Qani, ağaç o'tiringlar. Issiqda. Qani aka, tatilmay, ha? Mana choynak kirdim. Mana choymi kirdi? Esil xotin-da bu, esil xotin. Qara. Choy ichinglar ag'inglar. Ha, qani olmaylimi? Ha, nima qarab o'tiribsiz, ha? Qani. Qani, choy isla. Choy. Sana qo'yib qo'yaymi? Ha, bo'ldi. Aka. Qani, ma tamoqdan ha. Ha, qani olaylar, oldinlar men boshlab beray, ha? Ha. Qandaroq o'xshabdimi? Alloh o'xshabdi. O'xshabdi. Ha, qani ammamsizlar, nima qarab o'tirsizlar, ha? Jinini qiynama deyman. Qo'yning qari yilik avu. Anda bo'lsa, mush Tursuntagi bir sundirib baqmisinmi? Ha, ras. Hey, sening to'paqda kuching turib buni sundiramag'an yerda. Men qanday sundira olayman buni? Bu sizlarning jamoatinglarning so'nggi bo'lgandan keyin epi-jipini bilarmikan deyman, ha? Keldi. Bir keldi. Qara. Asan ishim. Buning nochiligini. Oson emas. Uka, akilang. Voy. Ya Allah. Kuchtigan boyadi bakkan juma. Ela. Qani, ağaç o'tiringlar. Endi sizmi kelib qopsiz. Baytin biz ancha-muncha ichishgan. Bizmi kunda ichib oltamaymiz-dan, ha. Moshunda g'aptida bir haqiqatim al-ag'inlar yig'ilib qolgan vaqtda ichib solamiz. Sizmi aytib buyurib qo'yasiz, ha? Shundaq. Bu bo'lmasimi? Hadiq chiqmaydi. Ey, shuni avayla. Ay. Ustal zidib ketmasin, akilim. Yo'q, hazrat. Barakallah. Karamatga. Emsa ag'inlar, bugun sizlarning hurmatinglarga bir ish qaraq akab qo'ydim. Qani, payzi qilib bir o'ltiraylar, ha? Shunday qilaylik. Xo'sh emsa, mush yangi mehmonning hurmati uchun. Xo'sh. Qo'sha. Endi navbat sizga keldi. Rahmat. Cho'ngroq istakan bormi? Ha, ba. Mana hozirla akirib beray, ha? Akilanga? Xabar qildigan bo'ldim. Mana
Aylandırıyorum. Aylandır. Aylandırıver. Ma'qul, ma'qul. Aldırma işini o'xshaydi. Qani Tursun, navbat sana kelib qoldi. Xo'sh. Xo'sha. Xo'sha. Xo'ja. Yallah. Daryo, beliq so'z degan shu-da. Teke. Ag'inam suzib o'ynaydi-da. Aka. Suzib. Aka obdan tanışıp kaldık. Hürmetiniz için. Hoşa. Xo'ja. Xo'sha. Alomatda. Temkin ag'inamda bu. Temkin. Tanışıp qolganimiz uchun qo'shamisa. Ko'tirib o'tdim. Bu ag'inam karamatchimi? Amisa sizning hurmatingiz uchun yana bir rumkidan liqliq aylantirib o'tay. Xo'sh, amisa. Hoşa. Xo'ja. Endi buni biraqli ko'tirib o'tasiz, ha? Men mush istakan toshqanda biraqli ishib o'tay. Bo'lmasa beshimga chiqadi. Men. Astagfirullah. Bayili shundoq desangiz bo'lmasmidi? Tushmas bo'p demasmi? Bo'ladi, bo'ladi. Ilhamni kechikmaymiz. Qani, men sizga mush Ana, qilamiz, aylantiringlar bo'lmasa. Bir ichib o'tiring. Ha, qani, eling. Ha, qo'lingizga eling. Endi buni qo'ymay ishib o'tasiz, ha? Ishib o'tamanmi? Ha? Eling, eling. Shundaymi-na? Rostmi joyim bu odam?
o'rgangan qo'ydanglar. Men yosh vaqtimda shopirlik qilib yurib, rus og'inlar bilan ko'p aralashgan. Kasabatda karamat ichib qo'ytidanglar. Sizlardek vaqtimda bek tartinjaqdim. Qizlarga tuzuk parangmi qilolmaydim. Şuna hamma og'inlarning oqsida o'ylangan. Chiroyimning kishilardan qog'ichiligi yo'q. Jur'at kam danglar. U vaqtlarda tansi degan ko'p edi. Bir kuni eliqa og'inlar tansiga boramiz deyishib qizib olishga haraqqish keldi. Birisi, "Oy, bunu qilindarisidan sama azroq yutib olmamsan" deb menimi taklif qildi. Yuragim yo'g'onson deb mushunda qirliq istakanda ko'zimni yumib birni ko'tiribdiman. Rost degandek, shu kuni tansida tanishmaydigan qizlarga qiziq paranglarni sep berib. Bu bo'ldi ekan. Shuning bilan bu zodi nima ilhomkin deb o'ylab baksam, eliq haraqning kuchi-da. Shundaq ichib yurib, Zoya degan rus qizi bilan tanishib qoldim. Xeyli vaqtcha do'stlashib yurdik. Keyin to'ymi qildik. Uning ismini Uyg'urcha Zuhra deb atab qo'ydik. Dastlabki dadam onamlar qo'shilmadi. Keyin u nayt obdan kelin chiqib qoldi-da. Cho'nglarning rayga beqib, tansilog'imi bormaydigan bo'ldik. Kashda ishdan qaytib kelsam, ishadigan harig'im tayyor. Xotinim Zuhra istakonga lixlab, oqaroq to'shqizib turadi. O'zi qizil aroqni quyadi. Shuning bilan ikkimiz rosa ichib, patifonni qo'yib, cho'gilitib, g'iti-g'itanga tazo dasab ketamiz. Nayt ko'ngillik o'tgan edi. Zuhraning ota-onasi uni mendan ayirib, chet elga chiqib ketdi. Shuning bilan u bechoraning ko'ngli oqsida qoldi danglar. Amal yo'q. Shunda qilib yaxshi xotindan ayrildik. Bu yomon aroqdan texcha ayrilanmay yurimizda. Aka, mushtabda qancha yoshlarga kirgansiz? Xudo buyursa 60 ga qarab mangdim-ku. Nimalarni deydigansiz? Qarisa 40 yosh kirgandek tursiz. Nedik 40 yoshlarni deysiz-ku? Qaranglar, mana bu chastaqallar oqirib ketdi. Nima deydigansiz? Gap yoshda turmamsiz. Amasa Fukula, menga ruxsat qilinglar. Unda qilsar bo'lmaydi. Bunda aldirablar. Bo'ldi. Qiziqchilikda ko'p ichib qo'ydiganda qilma. Bo'ldi, men ketib olay. Maqlimsan, xo'sh. Nimishqa aldiraysiz? Xo'sh. Bosa o'tmagan bosa achimiz bo'lmadi. Xo'sh. Ketalasizmi aka? Chataq yo'q. Qonib qiling aka. Bo'ldi uka, yana birisi bilan ko'rishim emasmi? Maqlimsan. Bo'ldi, rahmat. Maqlimsan. Bo'ldi, sizlar qilib qilinglar, o'tirib. Bo'ldi, sizlar qilib qilinglar. Men uzib qo'yay. Bo'ldi ukam. Siz chiqmang. Ay. Men ketaverman. Xo'sh. Qaçtı. Nega qaçtı? Ey dangal. Qirliq istakanda 3 istakan haraq degan 2 portlik haraq degan gap. O talog'i chiqib, cho'qim bir yerga ko'pli qilib yiqildi. Yiqilmaydi. Yiqiladi. Ergiz yiqilmaydi. Yiqiladi. Yo'q ber. Bunda qaraq ishga odamni umrimni ko'mabdi ekanman. Xuddi hech narsa ichmagan odamda tuptizli ketyapmanda. O Shapurut akamiz aroqni qirliq istakan quyib versamatiga uyga olib ishdiga o'xshaydi debdimi? Uni bu botulkaning og'zini tarasida qilib ishlatgunicha teqa. Eliq sunyatni cho'kini ushtibayotgandek ushtibayotda? Kichikkina ishqa yoqqalaringni tutishib, o'zlaringni yaga etishib hayron qoladigan ekansan. Akalar so'nkingni. Cho'qim uning ajraydigan bir yeri bor.
agar shu ajraydigan yerini tepib olsang, mushundalik qilsang, kosliq qilib sunib ketadi. Shunchilikli ish u. Dika. Sana so'ngak deb berish uchun men qo'ydi yana birini so'ysam bo'g'idekda. Ishim bo'lmaydi, adash. To'la po atma. Po atgan gap yo'q, adash. Yaman bo'lsang, qani mush botilkaning og'zini bir ich baqa. Akila. Men bir ish baqay, odam qilganni odam qila oladi. Qandaq? Qandaq? Shu seni po atma deydi. Aldirma, adash, amali bo'ladi. Har ishning amali bo'ladi, adash. Bo'ldi, kuchuma, adash, kuchuma. Bo'ldi qilg'ina. Mana ochdimg'o. Bilsa yog'liq tutding-da. Yog'liq tutsam-mi, ochdimg'o. Akila stakaningni. Nima qilsa? Ichima, lixlab ichima. Ich baqa qani. Bir ko'rib baqay. Adishavay, nima ish qilyaptimi? Bo'ldi qila, qara, bo'ldi qila. Qandaq? Odam qilganni odam qila olamdi-ku. Bu odatlanishdim. Yolg'on bu sizlarmi ish beqinglar, Soyibxon bo'lgandan keyin sendan boshlaymiz, Oldi bilan Yo. Bo'ldi qilinglar. Icha. Sta. Rost hech qancha emaskan juma g'inlar abdi. Sen bir necha? Akatava, nima zulm bu? Jonni qijnab. Qo'yma, men ishmayman. Men ishmayman. Nimdadan? Navbatini ichsa. Ag'inlar. Icha. Icha, bu navbat o'g'andiki icha. Belli, mana. Ala. Bu navbatdan ala. Men icha. Ala. Dangala sinib ketganda ishmayman. Tutat. Bo'ldi qilinglar, men ishmayman. Chong ish yo'q. Qo'yma ichsa. O'g'lim emasmisan? Allah. Bu ishtayman. Ala. Mana, bu shunchalik ilish emasmidan bu. Yaxshi, yaraysa. Mana. Ag'inlar. Muzika ovoz qo'yg'ina. Anglab o'tirmiz. Qo'ymamsa bir apadimi? Muzika ovozlar. Mana qo'ydim. Mana. O'ynamamsizlar. O'ynaydi. Çiçekler diken, can diken her güne. Çiçekli
Akşimi talağı çıksam kâmetim sayamdıdır. Sol kolum işten bağımda, on kolum boynumdadır. Min doğru atamsa, bana ananı şartım şak. Eke tamakandı birine. İşkinemez. İşkinemez. Birine. Nima, ben de sonra atamsa? İşkinemez. Birine. Oyna. Oyna ile. Oyna ile. Oyna ile. Topak. Oyna ile. Dangal oyna. 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 Voy doğukam. Hoş geçip neyini setçilik bu? Topak. Dadam amamla anlatamazsın. Dayı balam. Nim boldu sana balam. Nim boldu sana. Balam. Nim boldu. Ama uslu oynayma. Durdu boldu. Uslu oynayma. Uslu oynayma. Kan bolduk samcu. Uslu oynayma. Vallahi. Ay Ben balam uslu bolduk. oynayma. Ay bolduk. Hoş adaş. Recep adaş ben kettim emse. Ben kettim. Uzatma. Ben gidiyorum. Oyna öyle. Oyna öyle. Acı. Şimdi acı. Ben geldim. Ben geldim. Allah. Acı. Bir ters açtım. Oyna öyle. Adamның ko'nglini ilishtirib qusayveribsan, latta. Turaver o'rningdan. Hey! Üstümden türelgen necis! Hey hayvan! Arakını içip kasa erşallah çıkarsan sen ha? Xo'ton. Estağfurullah. Bu Vay Xudayım. Bu Voy
Ma balani. Öy kirmey bir yerde nima qilib tursan balam? Ha? Mana öy kirib ketaylik. Acaba ya ne bu? Voy jenim balam, ne bo'ladi o'zingning uyi? Jira balam, jira. Unda siz kim o? Men sening anang Janarxon balam. Jira. Voy Unda qo'z men kim? Nimanda odamni qo'rqitganda ma balam. Jira. Jira balam, öy kirib ketaylik, unda qilma. Men ketdim. Uyimga ketdim. Jira balam, unda qilma. Öy kirib ketaylik. Öğlenmişsen neyli? Mana. Öğlenmişsen neyli?